Mustahkam, zilzila bardoshli xonadonlarni taqdim qilmoqchimiz. Ruxsat bersanglar, bugungi tantanali ochish marosimini ochib berish uchun so'z Namangan viloyat hokimi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi Abdurazzoqov Shavkatjon Shokirjonovga taqdim etiladi. China House mana asoschilariga, hammalariga ishlariga omad tilaymiz. Elimizga, xalqimizga mana shunday go'zal xonadon Allohim o'zing nasib aylagin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohim. Bugundan boshlab sotuvlarimiz boshlangan. Assalomu alaykum. Men hozirgina China House kompaniyasiga yetib keldim. Bu yerda hamma narsalar bilan tanishib chiqdim. Kredit foizli yo'q. Uy olganingizdan so'ng 36 oyga bemalol rastroshka sifatida to'lab uyni qabul qilishingiz mumkin ekan va qulayliklari esa eng muhimi juda chiroyli joyda joylashgan va albatta bu zonada hamma sharoitlar bor. Gaz suvlari zo'r. Bu yerda imtiyozi juda ham katta, juda ham yaxshi loyiha ekan. Tanishib chiqdim. Sizga maslahat berardim, xarid qilishingizni. China House kompaniyasini asoschisi hurmatli Gulbahor Bahodirovnani sahnaga taklif etamiz. Bitta qarshi kelib bo'lsin. Assalomu alaykum, merhabalar, yaxshimisiz? Tabriklaymiz, xayrli bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldik. Juda ham katta loyiha. To'g'risi o'zim ham Toshkentda bo'lsam ham juda qiziqdim, chunki maketlardan ham ko'rib turibdi. Kelajakda Xudo xolasa yangi O'zbekistonni yangi loyihalardan bittasi bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tildi, China House eng ishonchli kompaniya va bir so'zli. Va'da berdimi, albatta bajarmasdan qoldirmaydi. Ayni javohir bir sheva qilib bitmani o'ziga hayron o'sha yoqda ketdik. Yangi hayot loyihamizni ochilish marosimi hamda China House kompaniyasi haqida Dilshod aka fikringizni aytsangiz. China House kompaniyasini bundan oldin ham bilganmiz va hozir ham bilamiz. Juda ham katta loyihalarni amalga oshirishgan. 2 gektarga 1200 ta xonadon, Comfort Plus, juda ham yuqori sifat. Xullas hamma narsaga gap bo'lishi mumkin emas va yaqinda biz ham balki yangi O'zbekiston kunidagi Navro'z loyihasiga juda ham katta qiziqish bildiryapmiz. Nasib bo'lsa o'sha yerdan xonadon olamiz va namanganlik yurtdoshlar aynan sizlar yangi hayot loyihasidan juda ham chiroyli bo'lgan xonadonlarni yaxshi va qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Sizlarni sotuv bo'limimizda kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.